Salom do'stlar, Pinduodu'dan olgan tovarlarimga raspakovka chek qilamiz. O'zi ikkitagina tovarim keldi. Tovarlarim kelishi bilan men srazu olaman. Tovarlarning hammasini narxini so'mga o'girib yozib qo'ydim. Demak, o'rtoqlar, ba'zi birlar so'raydi, ham sifatli, ham arzon tovarmi rostdan ham Xitoydan. Sizga bitta narsani aytaman, masalan, bu videodagi birinchi tovar, ya'ni tufli, buni arzonroq variantlari ham bor edi. 2-3 barobar arzon varianti bor edi, lekin men aynan shunisini tanladim. Sababi bu Xitoy fabrichniy brendidan edi. Har qanaqa brend tovar Xitoyda ham o'ziga yarasha narxda bo'ladi. Ya'ni siz o'ylagan darajada arzon bo'lmasligi mumkin. Lekin aynan shu brend tovarlar, Xitoy fabrichniy brendlari ham bizda 2-3 barobar qimmat sotiladi. Ya'ni har qanaqa holatda ham Xitoydan tovar zakaz qilishni bilsangiz, o'zingiz mustaqil foydaga qolasiz. Ham vaqtingiz tejaladi, ham pulingiz. Xitoydan mustaqil tovar buyurtma qilishni xohlasangiz, menga murojaat qiling. Men sizga kursim haqida ma'lumotni tashab qo'yaman. Va bu videoni Xitoydan mustaqil buyurtma qilishni o'rganmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying.